Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep toxtab qo'yganimizin davomlashtirishimiz u olsun mu? Et-tefsirul müyesser. Bu tefsir Nisa suresi 20. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısaca Uygur tercümesi. Eğer bir xotunni kuyvetip, o'rniga yana bir xotunni olmoqchi bo'lsanglar, quyvetmoqchi bo'lgan xotunga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qara, uni ayolga qara chaplab va uch zulm qilib olamsizlar. O'zaro xilvatda buluşkan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqdidan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olsizlar? Atalaringlar olgan ayollarni almoqlar, atalaringlar olgan ayollarni almanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar, afv qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hemşeringlarni, otanglarning hemşerilerini
ananlarning hemşerilerini, qarindishinglarning qizlarini, hemşeringlarning qizlarini, süt anlaringlarni, imildash hemşeringlarni, qaynonanglarni, sizlar bilan yerda bo'lgan ayollarninki boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarni, bu shart emas, uyda tarbiyalanmagan bo'lsumu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chog'da ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtunlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hemşerini bir vaqtda emringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgangilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilinadi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalarga nihoyatda mehribondir. Xo'sh, وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أتأخذونه كذبا وافتراء واضحا. Sizlar bir ayolni quyib etib, yeni bir ayolni elish maqsad qilsanglar va sizlar u ayolni taloq qilish va u ayolga sizlar taloqni maqsad qilgan ayolga sizlar ko'p mol mulkni uni mahr qilib bergan bo'lsanglar, sizlar uchun u moldincho aqalli bir şeyni elib elish halol olmaydi. Siz onu yalgandın, up-uçuk, böhtan qilib, mushundaq elib olmoqchimisizlar onunğa, u malni o ayoldan. Va kayfa yahillu lakum an ta'khuzu ma a'taytumuhunna min mahrin va qad istamta'a kullun minkuma bil akhari bil jima'i. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. Qandaq mislarga ulağa mehrni ibaret bergen narsaning o'zini elib olish halol olsun va cho'qim huzurlangan bo'lsa, sizlarning ichingizdan bo'lgan har biringlar yeni birislancho bir yak buluşlan huzurlangan tursa ve sizlerdinço puxta ahdi misak elişle ağan tursa bu ayallah. Ularının yanayet yakşıklen öy tutuş ya kulanço na güzelliklen yolu kuvvetiş ya o ya bu. Bundak tuğan tursa kandak mısla ular mahrik bergen nersunuzun eliş halal olsun. ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد مضى منكم في الجاهلية فلا مؤاخذة فيه إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه وبغيض يمقت الله فاعله وبئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم. Sizlarning otanglar ayollardan iborat ağan ayollarning o'zi nikoyinglarga olmanglar. Lekin jahiliyat davrida o'tib ketgan ishlar bundan salovat. Buni ayıplash, buningga jazo tortish yo'q. Hakikaten atalar oğullarınki, mesela yüzden atalarının ayallardan oğullarının toy kılışı naiti, erginişlik set iş bu.
Bunun kabahatligi nayeti çoğun bir iş. Ve onu kılgıçıga Allah gazap kılgan bir gazaplik iş bu. Nemenigen načar bir kılmış, nemenigen načar bir yola bosla, cahiliyet davrida asla kılgan işla. Harramallahu aleykum nikaha ummahatikum ve yadkhulu fi zalika el ceddatu min cihatil abi ev'l ummi ve benatikum ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم وعماتكم آبائكم أخوات آبائكم وأجدادكم وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل في ذلك أولادهن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمهات نسائكم سواء دخلتم بنسائكم أم لم تدخلوا بهن وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربين غالبا في بيوتكم وتحت رعايتكم وهن محرمات وإن لم يكن في حجوركم ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن كما حرم الله عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ومن ألحق بهم من أبنائكم من الرضاع وهذا التحريم يكون بالعقد عليها دخل الابن بها أم لم يدخل وحرم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع إلا ما قد مضى منكم في الجاهلية ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة إن الله كان غفورا للمذنبين إذا تابوا رحيما بهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون. Allah Azze ve Celle sizlerning onanglarning o'zini, ya'ni opanglarning o'zini nikohlashni harom qildi. Va kirdi bu opa deganga cho'ng onalarmi kirdi. Ot tarafdan bo'lsin yoki ob tarafdan bo'lib qolsin. Mumkin ham insonda ochiqda. Bu apaning hukmicha cho'ng apalimi, bulimi kirdi. Buni nikohlash bu harom qildi Alloh. Sizlarning qizinglarni nikohlashni harom qildi. Va banatikum ash ummahatikum qatbiyani harom qildi. Alloh sizlarning qizinglarni nikohlashni harom qildi. Va o'z ichiga bu banat degan gap mayli o'g'illarning qizlari bo'lsin, gerçi bu kız ve in nazalna bu oğlanın kızları mayli pes küçük gelsin mesela kızın kızı oğlunun kızı mesela o oğlunun kızının kızı o oğlunun kızının kızı mayli bu gelsin hemmisi şu bu benat dengep oğullarının kızlarını öz çıkardı. Ve sizlerinki bir tuqqan ve ahavatikum şakikat ata ana bir yoki avli ab ya avli yoki oti bir yoki opi bir sizlarning bir ochi va singillaringlarning o'zinicha nikohlashni buni harom qildi Alloh subhanahu va taolo. Va sizlarningki hammachanglarni sizlarning va ammatikum axavatikum ya'ni ammatikum deganlikni o'zi kim?
sizlerning otanglarninki, ya sizlerning dadanglarning ot-singlarini. Ammat. Buni nikolash, buni haram qildi. Va xolatikum, sizlarning xolingni. Buni nikolash, buni haram qildi. Alloh subhanahu va taolo. Xola deganlik sizlarning opangning ot-singlari. Yoki sizlarning cho'ng opangning ot-singlari. Buni elishtirmicho nikohlashni haram qildi deydi. Va banatul axi va qarindishinglarninki qizlarini nikohlashni haram qildi. Va bir tuqqan yana ot-singlarining qizlarini nikohlashni ham haram qildi. Va kirdi mushningda o nima va yadkhulu fi zalika avladuhunna. Va mushun qatarga mushu masalan qarindoshlarining qizlari nima bo'lgan akuka yoki ot-singlinki qizlari mushun emas kirib keldi. Kirib keldi mushunga ularning bolalari kirib keldi. Va sizlarni imitgan onalarning o'zini nikohlashni buni haram qildi. Va sizlarning imigdash bundaq ot-singil bu imigdash bo'lgan bu xil qarindoshlarning o'zini garchi bir rahmati bo'lmasmi, bir imigdashib qolgan. Bunun o'zini nikolash ham haram qildi Alloh subhanahu va taolo. Va chuqum haram qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ridodin ay nasabda haram bo'lgan narsaning o'zini haram qildi. Nasabda nim haram bo'lgan bo'lsa, ridoning o'zimi shu haram deb buni haram qildi. Va sizlarning ayollaringlarning opisi nikohlashni ham haram qildi. Mayli sizlarning ayollaringlarga o duxul qilinglar yoki ularga duxul qilmanglar. Sizlarning ayollaringlarninki onasini buni nim qildi? Nikohlashni haram qildi. Va sizlarninki ayollaringlarning qizlarini min g'ayrikumullat, amma sizdan bo'lgan emas, boshqalardan bo'lgan yatarabbayna g'aliban fi buyutikum. Am ko'pincha holatda o qiz boshqa adam bo'lgan bo'lib, opisiga egishib, bu sizlarning uy kelgan. Amma sizlarning shu uyinglarda tarbiyalanayotgan. Tarbiya shu o'gay qismlarning o'zimicho nikohlashni haram qildi. Amma bu sizlarninki tarbiyat ostinglarda bo'lgan bu. Va tahta riayatikum, sizlarning tarbiyat ostinglarda. Sizlarning o'z sulbundan emas, sizlarning ayollaringlar kelgan boshqa erlar tarafdan bo'lgan. Bu qizlarning o'zincha nikohlashni ham Alloh subhanahu va taolo haram qildi deydi. Bular ham haram qilingan. Gerçi bu bo'lmasmi sizlarning hatto uyingli bo'lmasmi? Uyda emasken boshqa bir uyda yashapti. Dadisining ya dadisining uyida, cho'ng dadisining uyida, cho'ng opisining uyida, boshqa bir uylarda tarbiyalanib bo'pti. Ammo sizlarning uyingli bo'lmasmi? O haram sizlarga. Walakin bi şartı dukhuli bi ummahatihinna. Lekin ashlarning opisiga kirish, dukhul qilish shartlan haram. Agar o'ninki opisilancho bir yerda bo'lmasa, bu endi haram emas o qizlar bilan nim qilish, nikohlanish. Agar bo'lmasanglar, ya'ni o qizlarning opisiga dukhul qilmasanglar va bularni talaq qilibsizlar, dukhul qilishdan burun talaq qilib o'tibsizlar. Ya dukhuldan burun o'lib ketibdi bu onlar, bu qizlarning onlari o'lib ketibdi. Sizlar uchun o qizlarni nikohlanishga hech qanday shart yo'q. Deydi. O vaqt nikoh qilsanglar bo'ladi. Bir shart onasiga dukhul qilmas shart bilan. Qandaqki yuqorida Alloh subhanahu va taolo shu bir nechta turlarni harom qilgandek, sizlarga qandaq qildi? Sizlarning o'g'illaringizki, sizlarning o'z pushtingizdan bo'lgan min aslabikum.
Hem üzün demekçi bekvagan oğulunun ayalı boğan bolsa, o ayallen o oğlu ya tügüşüp gitipti. Ya bir kesel bir de bir hadiselen o ölüp gitipti o oğlu. O öz püştüdün bulmagan. Ya ki bir katnaş hadiseyle ya bir de bir ahvalladın bu hayattan juda oluptu. Öz püştemesen ma. Özün sobudun bulmagan terbiye oğlu. Terbiye oğlunun ki ayallarla nekalatsa kandak u meyle. Qandaq karam qıldı Allah sizlərə şunu qaqaysı sizlərinin oğullarının ayalı ki sizlərinin sulbunudun boğan öz püştunudun bolsa haram ulanın ayallarıyla nekaliniş. Eğer öz püştunudun bulmağan beqvağın ballarının olsa oğulların olsa ulanın ayallarıyla el qoğuşaş bir qanç qıl sebepler tüpeyi ülüp ketken olsa onlar nekalası buludu. Sulbudun bulmasa ama sulbudun buluş şart. Va bir kishi gene qo'shildi, ular qo'shilib ketgan kishi. Sizlarning o'g'illaringni masalan, meni aslabikum degan o'zlaring sulbudim bo'lgan degan qo'shilgan kishi. Bu rido imigdash orqali mandaq sizlarning o'g'illaringga qo'shilib qolibdi. Bu demak imigdash bo'lgan sizlarning o'z ayollaringlarni imib qolgan, imigdash bo'lgan bir o'g'illaringki ayalının özüne nikahlaş hem haram deydi. Bu xil tahrim boludu, onunla aqdi qilishlar boludu. Mayli onun duxul qilsin, qilmasin, buning uchun o o'g'ilninki masalan o ayolli bo'lgan ayoliga shu oldingmi oldim tagdingmi tagdimay aqdi sahihning o'zlallamla bu o o'g'ilning ayoli o otasi uchun harom bo'ladi deydi. Ay aqdi sahih bilallam. Mayl duxul qilsin qilmasin o ayolninki ayol o o'g'ilning ayollarga deydi. Tahrim aqd bilan bo'lunqa. Mayl uni duxul qilsin qilmasin. Va shuni o'xshash Alloh subhanahu va taolo sizlarga bir vaqtning o'zida bir otisinin orasini jamlashni nikoh qildi. Ham otisi ham singlisini bir vaqtning o'zida beyaga kirishni buni o'zi harom qildi. Mayli bu otisini nasab bilan bo'lsin, mayli rizo bilan bo'lsin, o'zaro imigdashgan nasabda tutashamas, ammo rizo orqali, imigdash orqali bir otisini bo'lib qolganlarga bularning orasini o'zimi bir vaqtda bu nimaga bir odamning amrining o'ziga akilishni buni harom qildi deydi. Lekin ular jahiliyatdagi sizlarning ichingdan o'tkinchi kunlardagi ishlar bo'lsa bilmasdan qilib qolganlar bundan mustasno. Va durusma shunga o'xshash jami qilish ayol kishiningki ayol kishining orasida va ayol kishiningki ammisini, otasining otasi ya singlisi yoki u ayolining shu xolisi, ya'ni opasininki otasi ya singlisi buning orasini jami qilish ham durust emas. Qandaqki sunnat sahiyda kelgandek dedi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo gunoh qiluvchilar qachon bu gunohga tavba qilib qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu muznibillarga, bu gunoh qiluvchilarga nihoyat bak gunohini mag'firat qiluvchidir. Ular nihoyat mehribondir. Alloh subhanahu va taolo o bandalarini har giz o'zining toqat doirasining sirtdagi narsaga taklif bermaydi. Qilolmaydigan, diyemmaydigan, etenmaydigan mandaq narsaga qilishga zo'rilmay taklif bermaydi. O'zining imkoniyat doirasining ichidagi narsaga taklif beradi deydi. Xo'sh, endi bu oyat karimning o'zida وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأفضى degan وصل degan lug'atda bu afdo vaqad afdo ba'dukum ila ba'd afdo degan vasala degan ma'noda ekanda sizlarning ba'zinglar ulashib bir jasadga o'xshash bo'lgan tursanlar sizlar nima deb sizlar ularga mehri tariqada mahr deb bergan narsani evolisizlar sizlarning yetgan tursa sizlarning ba'zini yetib xuddi bir jasaddek bo'lgan tursanlar qandoq meni avvalsizlar demoqchi deydi.
Afva degan, vasalaman degan lug'atda. Va axazna minkum misaqan g'alida. Buni da istara tasrihiyya va istara tasrihiyya. Yani demek bunu da kanda kıldı degende bu akdı şer'inin üzerine o ağantısı ayallasların akdı şer'ini ağantıslar demek. Bu akdı şer'ini ço bir misak, bir puhta, bir ahdinamı okşattı da akdı şer'inin üzerine. Bu misak diye lebziden ço lebzine bu akdı şer'iden istar kılındı, ötnelindi. Demek bir yerde bu akd şer'i, bu müşebbeh mehzub, müşebbehun bih mezkur, o ismi misak galid, istar tesrihiye ve bazı demek o da müşebbehun bih mezkur oldu. Müşebbeh mehzub, müşebbehun bih mezkur oldu. Hem bu camit oldu. Onda hani ki benim değil o istar tesrihiye asliye değildi. Hem bunun da esar tasrihiye olan bulup, yani müşebbeh mehzup oldu, müşebbehun bir mezkur oldu. Bunun da eğer bunun mala yulazimisi, muşu nimi geçiyor, eğer müşebbehun bihqa, münasip olan nasa, zikir kılıngan bolsa, nimi deytik onu muraşşaha deytik. Sar tasrihiye muraşşaha deytik. Eğer onda olmay, müşebbeh ki münasip olan nasıl kılıngan bolsa, istara mucarrada deytik. Ama bunun da hiçbirisi bayan kılmaptı. Valla müşebbeh kımı, valla müşebbehun bih kımı münasip olan nasıl bayan kılmaptı. Ya ikiniz bırakıl bayan kılınıptı. Buna ne deytik? Bunu istara tasrihiye mutlaka deytik. Kandak ki inna lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Dün uzun ısrar tasrihiye mutlaka değilmiş. Anladın mı? Bunun için ki müşebbehun bih kaysi taga. Müşebbeh kaysi zade. Zade müşebbeh. Yani çukum hakikaten su eşip ketti, ziyadıp ketti. Değil yanımıza su hadine eşip ketti değildi. Bu zadani tagaq teşbih kılındı. Ziyadıp ketti diyen olsa hadine eşip ketti su da. Hadine eşip ketti işken gavur şeytani micaz va mandaq bir xil badxuy, mandaq bir odamning mijozini hadine eşip ketti deymiz normalda. Taga degani ma'nosi bu. Am bu zada bir müşebbeh oldu. İnna lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Bu zada asli inna lemma zadal ma'u hamalnakum fil cariye demekçi değil bunu da. Bu zada müşebbeh. Bu mahzup oldu. Taga müşebbehun bih. Mezkur oldu. Am bunun da o vezin bunun dedik müşebbehun bih mezkur oluşka istare tasrihiye dedik. Bu anda bunun da pilni pildin istarenin kaşka istar tasrihiye tabiiye oldu. Manuncu asli. Istar tasrih asliye. Hem bu neyine mutlaka deyişimiz bu vela müşebbeh kumu zadaga ya ki müşebbehun bi tagağımı hiç kandak bir münasip olan bir nesinin üzünçü tılgı elmagaşka istara tasrihiye mutlaka diyen. Bunun üzdümü bu vela müşebbehka vela müşebbehun biga ait hiç kandak bir nes bayan kılınmadı. İşkils bayan kılıp kıpkı asımı mutlaka olmak ciddi. İstar tasrihiye mutlaka olmak ciddi. Ve işkilisi bayan kılmış mı? İşkilisi gerek yani müşebbeh ya ki müşebbehun bihka alakası boğan her işkils bayan kılmış mı mutlaka olup kalattı. Her işkils bayan kılmış mı mutlaka bolattı. Huda ile digendek ayet-i kerime digendek inna lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Bunun dışkandak bayan kılınmadı. Şuna onu istar tasrihiye tabiiye mutlaka değildi. Manonço istar tasrihiye asliye mutlaka. Asli dişimiz ma pil olmağaşka. Ee, bu ne? Istar tasrihiye asliye değildi.
mutlaka deyişi bunun hech qandaq wala mushabbah qilma wala yoki mushabbahun bih qilma onun mala yulazimisini mala yunasibusini zikr qilinmag'achqa buni mutlaqo deyildi. Bundan artıq ketmeymiz. Çünkü bu bo'lmagandan keyin e, munosib bo'lgayli deb soldik. Xo'sh, darsimiz shundan kifoyalaymiz. İnşallah darsimiz davomi Alloh xolisa at bo'ladi. İnşallah bugun boshlangan kifoyalaymiz. Va axiru davon. Alhamdulillahi robbil alamin.